Erkak ayol internetda oshkor suyib, shayton bizni TikTok bilan aldab qo'ydi. Nomahramlar er-xotindek qurar suhbat, yo alhazar, til zinosi ayshu ishrat, fisq va fasod efirlarga topib fursat. Shayton bizni TikTok bilan aldab qo'ydi. Uyatmasdan yig'lab chiqar o'g'il bolalar. Farzandlarni tergab turing, o'g'li borlar. Ne kunlarga qoldik bugun ey yoronlar. Shayton bizni TikTok bilan aldab qo'ydi. Tarqab ketdi omma ichida PUBG o'yin. Farzand bugun ota-onaga egmas bo'yin. Bu PUBGdan qaytarmoqlik juda qiyin. Yosh avlodni PUBG bilan aldab qo'ydi. Har bandani qo'lda sensor telefoni bor. Telefon bizdan olib qo'ygan nomusi or. Termalamiz shu telefonga kunda 1000 bor. Oxir zamon makri bizni aldab qo'ydi. Neki qilsak barin qildik biz like uchun. Umra, ehson, mashinalar riyo uchun. Nima qildik ayting xolis Alloh uchun. Shayton bizni dunyo bilan aldab qo'ydi. Hamma bugun to'xtatmasdan g'iybat qilar. Yoshi qari hech qo'rqmasdan zino qilar. Suyganimiz Qur'on emas, hazil kuylar.